puli ko'p odam baxtlimi? Chiroyli odam baxtlimi? Kuchli odam baxtlimi? Ha, tinch yurgan odam baxtlimi? Bu baxt o'lchovmi bu? Farobiyni Baxtga yo'l degan kitob bor, tarjima qildik biz. Chiqardi bolalar tarjima qilishdi. Biz buni anaqasini ham aytdik. Baxt nima baxt o'zi? Baxt nima? Bir narsaga erishsam baxtli bo'laman degan odam o'shanga erishgandan keyin baxtsiz bo'lishni boshlaydi. Zerikadi. Baxt tugadi deganida, baxt tugamaslik kerak o'zi. Ha, baxt nima desa, hozirgi holatingizga siz shukr qila olsangiz baxtli bo'lasiz. Endi siz hozirgi holatingizga shukr qila olish uchun siz o'zingizni, grafikagingizni tekshirishingiz kerak. Siz kimga xizmat qilyapsiz? O'zingizgami, oilangizgami, birovgami, dushmangami? Yoki Allohgami? Allohga xizmat qilgan odam vataniga, do'stiga, jamiyatiga, oilasiga, o'ziga xizmat qilgan bo'ladi. Birinchi nuqta shu joy. Shu yo'lda boshimizga nima kelsa ham sabr qilib mana shu yo'lda yurishimiz kerak.